Assalamualaikum yurttaşlar, kanalımıza hoş 4 etajlı domamızın 3-cü etajında bir xonamız cihazları bilan sroç satıb alğan ekan, uyimiz tayyor doğruya başladım boladı. Her etajımızda 4 xonadan boladı. Doğrumuzda 2 xonadan da görüp çıkamız. Podizlərimizə akkuratni uyimiz doğruya yaşalan boladı. Cihazları bilan satıb alğan ekan, birlikdə görüp çıkamız. Bismillah. Lokasiyonu tushuntiradi olsak yurttaşlar, Narxuz institutiyandan gelip kelsangiz ham boladı. Xalasazlar Jo'rabek salon tarafından gelip kelsangiz ham boladı. Hem biri yakın, udobniy yurttaşlar, Darital Urdu institutidan, Narxuz institutidan yakın boladı. Ortalıqda joylashgan uyimiz. Girganimizdan koridor, o'ng qo'limizda sanuzel, doğrumuzda kuxni, chap qo'limizda xonasi bo'ladi. Xonasini tushuntirib beradigan bo'lsak, yine yerimizda mebellarimiz bor. Hem bir döşel turttu, aboydan chiqib turtdi, patoklarimiz aqlangan, lyustrasına ega bo'ladi. Atap iğnesi bor yurttaşlar. Bir xonali joylarda ko'p yerlarda atap iğne yo'q, bilsangizlar. Oynanamiz aqua, e'tibor beramiz. Cho'yin batareyalarimiz qo'yilgan. Berimizda yana artel konditsionerlarimiz ham bor. Uyimiz tayyor. Doğru yaşalan sosteniyasini ham ko'rib turibsizlar. Akkuratli holatda turibdi yana. Bemalol kelib ko'raverasizlar. Liniyalardan общий muammo yo'q, bog'cha maktabdan ham berib bilasizlar. Berimizda yana sanuzel. Sanuzelimiz ham hamma qulaylığı bor, aristonlarımız bor, kir mashinlarimiz yana qo'yilgan. Artel firma ekan. Oyoq telamiz kafel. Vannasi ham yana shuni vannadan almashtirilgan, dim ko'na vanna emas, yana cho'yin vannalar bor edi. Shuni ko'rinishda undan emas, almashtirilgan. Bu yerda eshikimiz aqua eshikdan qo'yilgan ekan. Stenamiz aboy. Ataplarimiz bir o'rnatilgan. Aynanamiz aqua, görüp turganlar uyimiz akkuratli holatda. Bir de kuxni mebellerimiz. Normal sosteniyada uyimiz. Bir xalazlar bir kishigina o'tiradigan yer. Ustoyasizda bo'ladi ekan bemalol. Shunday holatda uyimiz. Yurtdoshlar, shundan buni narxini keladigan bo'lsak, narxi 240 million srochni sotib olgan ekan. Kim ma'qul bo'lsa ekranimizga berilgan nomerlarimizga chiqaverasizlar. E'tiborlar uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.